Assalomu alaykum, meni hurmatli kuzatuvchilarim, yaxshimisizlar, bormisizlar? Charchamasdan mehnatlar bilan. Allohim kuch-quvvat bersin hammalaringizga. Xonadonlar tinchmi? Ota-onalar, farzandlar, hamma yaxshimi? Hammaga sog'lik, tinchlik tilayman. Men bitta murojaat bilan chiqayotgandim. Menga bir oyda bag'ida 3-4 ta SMSlarga ko'zim tushdi. Kimdir farzandim kasal, yordam qiling, kimdir turmush o'rtog'im, erim kasal, yordam qiling yoki kimdir o'zim mazam yo'q, yordamga muhtojman degan yozuvlarni o'qidim. Men u paytlarda vaqtim bo'lmadi, internetga kirmadim. 20 kun, bir oy internetda yaxshi faol bo'lmadim. Xullas, sizlardan iltimos qilib qolardim, kimdir qishlog'ida yoki mahallasida yoki qo'ni-qo'shnisi, tanigan bilgan odamlardan shunaqa yordamga muhtoj insonlar bo'lsa, menga lichkamga yozinglar. Qo'limizdan kelgancha sizlar bilan birgalikda bir savob ish qilaylik. O'sha bir insonni yashashiga sababchi bo'lsak ham qancha savob bo'ladi, yoki bir mushkulini oson qilsak, shunga o'xshagan. Xullas, agar kimda shunaqa tanigan bilgan insonlar bo'lsa, yozinglar. Biz borib sharoitlarni o'rganib ko'rib, Xudo xolasa imkon qadar yordam berishga harakat qilamiz. Shunaqa. Shu yozganlarni men hozir endi yozganlar o'ta juda ko'p. Ularning ichidan men bitta izlab hozir topolmay qoldim. Agar kimda shunaqa mayli internetga olib chiqsanglar ham shunaqa xalqdan bir yordam so'rab deb o'zi ixtiyor qilgan insonlar bo'lsa, menga yozinglar. Albatta o'qib, shu o'rganib chiqishga harakat qilamiz. Shunga yordam beringlar. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar, sog'lik birinchi o'rinda. Sog' bo'linglar, tinch bo'linglar.